Chirchiq shahrida qurilayotgan sifatli domlardan bittasi Chinara parkdagi domlar bo'ladi. U domlarga sifatli qilib podyezdniy shitlarni zo'r qilib yasab beryapmiz. Shunaqa sifatiga e'tibor berganimizda shunaqa yumshoq joylarda saqlaymiz. Akalar ko'ryapsizlar, 04 taqsimlash qurilmasi. Buning ichida 04 dagi hamma kerakli narsalar bor. Undan tashqari hisobdonlarni bitta ko'rasizlar. Har bitta xonadonga bittadan hisobdon qo'yilgan. Undan tashqari sifatini bitta e'tibor berib qarasanglar, eshiklarini ochilib yopilishi, xudo xolisa, dom olsanglar, Chinara parkdan xudo xolisa podyezdniy shitigacha zo'r sifatli bo'ladi. Undan tashqari aloqa tarmog'i, internetni ham ichida hamma narsasi bor. Prosta ko'ryapsizlar, emblemalarni ham kraskada chizib qo'ymaganmiz. Hammasi lazerda kesilgan, parishkovoy zo'r qilib kraskalardan ishlatilib, sepilib, sifatli qilib Chinara parkka yetkazamiz deb o'rnatamiz. Kimga elektr energiya bo'yicha sifatli ishlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilinglar, xudo xolisa zo'r qilib o'rnatib beramiz.